Mening ismim Luca Benedetti va men asosan yo'l ishlariga ixtisoslashgan Veronadagi Sita SRL kompaniyasining texnik direktoriman. Biz Bosco Chiesa Nuova hududining SP15 yo'lida turibmiz va u yerda rejali ta'mirlash ishlarini olib bormoqdamiz. Verona provinsiyasida biz yaqinda yangi Bomag BF800 asfalt yotqizish texnikasini sotib oldik. Bu birinchi navbatda avtoparkimizni kengaytirish edi va biz bir qancha muhim yo'l loyihalarini qo'lga kiritganimizni hisobga olsak, yaqinda yangi mashina sotib olganimizga qaramay, uning samaradorligi va ko'rsatilayotgan xizmat sifati bizni ko'proq qoniqtirdi. Xayrli tong, mening ismim Marco Cusi va men Bomagning Italiyadagi texnik yordamiga mas'ulman. Mening orqamda turgan Bomag C3 asfalt yotqizuvchi so'nggi modeli bo'lgan BF800C3 ni ko'rishingiz mumkin. Bu texnika o'rta va yirik loyihalar uchun ideal yechimdir. 140 kilovat quvvatiga ega Bomag C3 asfalt yotqizuvchilarining asosiy xususiyatlaridan biri bu APF konsepsiyasi bo'lib, u inson va mashina o'rtasidagi o'zaro ta'sirini yaxshilaydi. Ushbu tizim yordamida operatorlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita barcha asosiy mashina funksiyalarini boshqarish va avtomatlashtirishi kerak bo'lganda ularni darhol faollashtirishi imkoniyatiga ega. Yana bir e'tiborga molik jihati, ko'p funksiyali platforma yaratish tufayli innovatsion boshqaruv tizimini joriy etishdir. Nazorat va haydovchi atrof muhitini to'liq ko'rishi nuqtai nazaridan boshqaruvning haydovchi o'rindig'ining yon tomoniga o'rnatilishi va uning 90 graduslik aylanishi haydovchi uchun ideal ergonomikani yaratadi va plitani tekislaydigan operatorlar bilan aloqani osonlashtiradi. Albatta, so'nggi yillarda Bomag asfalt yotqizuvchilarini ajratib turadigan o'ziga xos xususiyatlari saqlanib qoldi. Bu o'z sinfdagi eng og'ir tekislaydigan plitasi tufayli yuqori oldindan zichlanishni anglatadi. Gap Magma Life texnologiyasi tufayli minimal darajaga tushirilgan dazmol plitasining isitish vaqti haqida bormoqda. Shuningdek, biz yuqori samarali gidravlik boshqaruv tufayli iste'molni kamaytirish haqida gapiramiz.